Bugungi global dunyoda yaxshi bilamizki, fan texnika asri. Bu o'sib kelayotgan yoshlarga beriladigan bir katta imkoniyat. Ularning bugungi kunda jamiyatda o'z o'rinlarini topishda, ya'ni biz bugun aytmoqchi bo'lganimiz kambag'allikni qisqartirish, yana ularni teng jamiyatda o'z hissalarini qo'shishda. Bugun dunyoning ko'plab rivojlanayotgan yoki rivojlangan mamlakatlarda ham bu masalalar katta muammo. Global darajadagi masalaga aylandiki, biz bir narsani e'tiborga olishimiz kerak. 2015-yilda 17 ta global, ya'ni ishsizlikni qisqartirish, teng o'sha sharoitlar yaratish bo'yicha 17 global, 17 maqsad qabul qilingan edi. Bu nima degani? Bugungi kunda bu o'sha har bir mamlakatda dunyoda olib borilayotgan adolatli ijtimoiy siyosatni, ishsizlikni kamaytirish, ularda ta'lim sohasida inklyuziv ta'lim siyosatini olib borish. Shu bilan birga biz bilamizki, bugungi kunda o'sha ma'lum bir gender tengligida yana nogironligi bor aholining ma'lum bir ijtimoiy qatlamiga ham qandaydir biz sifatli ham ta'lim, ham ularga sog'liqni saqlash tizimida yoki boshqa holatlarda ularga sharoitlar yaratib berish kerakki, bugun bu o'sha ayniqsa rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar va bugun rivojlanishi uchun o'sha biz bilamiz, mana shunday dunyoning ko'plab o'sha rivojlanishida turli darajada turgan davlatlar o'rtasida bu masala jiddiy masalaga aylandiki, ya'ni qanchalik kambag'allikni qisqartirib borsa, tenglik, ya'ni ishsizlikni kamaytirib borsa, bu ya'ni har bir davlatda uni rivojlanishda ham iqtisodiy jihatdan, ham madaniy jihatdan, ham uni o'sha bugungi kunda yaxshi bilamizki, ya'ni sog'liqni saqlash, uning o'sha gender yoki genofondini, ya'ni kelajak sog'lom avlodni yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Demak, yaxshi bilamizki, ishsizlikni kamaytirish orqali, ya'ni tenglikni saqlash orqali biz juda katta daromad manbaiga ega bo'lishimiz mumkin. Chunki bu narsa, ya'ni aholining butun ijtimoiy qatlamida ularga teng daromad manbaini yaratib berish, ularga kerakli darajada ish o'rinlarini yaratib berish. Bu nimaga olib keladi? Bu jamiyatda, ya'ni ijtimoiy adolat nuqtai nazaridan har bir fuqaroda o'ziga bo'lgan ishonchni, o'ziga bo'lgan fuqarolik teng huquqlikni, ya'ni fuqarolik o'zini teng huquq a'zo ekanligi jamiyatda his qilishi bilan barobarida u ma'lum bir jamiyatga o'z hissasini shunday qo'shadiki, u o'zini butun teng imkoniyatlar asosida buni muhim deb biladi.